sifatga erishish uchun kuchli harakat qilib, o'zingizni top darajadagi ekspert holatiga olib kelish uchun o'qib, ustozlarga quloq solib, darslarni o'z vaqtida bajarib va 2 yildan keyin barchangizni qo'lingizda kamida 5 tadan sertifikat bo'ladi har bitta fandan. Hurmatli talabalar, biz nafaqat talabalar, balki o'quvchilarimizni ekspertlar deb aytamiz. Sababi bular bo'lajak o'z mutaxassislik